siz kimgadir hurmat qilib yozasiz-da. Yo, yaxshi ko'rib akam deng, do'stim deng, ukam deng, sevgilim deng yozasiz. E'tiborga ham olishmaydi-da sizda. O'ylanib qolasiz. Nimaga aylanman? Boshqa insonlar qancha gapirsa, ular boshqalarga yozishib, boshqalar bilan sirlarini bo'lishib, samimiy so'zlarni ulashadi-da. Ular bilishmaydi-ku, bizga ham o'sha boshqa insonlar qanchalik shirin gaplarni gapirgisi, yonimizda bo'lgisi, har doim hamma vaqt biz bilan bo'lgisi keladi unaqa insonlarda. Biz boshqa insonni topib, o'shani yaxshi ko'rib, yo akam, yo ukam, yo do'stim, yo sevgilim deb gapirsak ham, ular bizdan ahamiyat qilmaydi. E'tiborsizlikka olishadi gaplarimizni. Bekorga aytishmas ekanda. Kim kimlarga zor, kimlar kimga zor deyishadi. Hayot mana shunaqada.